Uyg'urlar Xitoyga qaytarilmasligi kerak. Xalqaro kechirim tashkiloti organ tor betidan ma'lum bo'lishicha, 22 sentyabrdagi o'tkazib berish isbot anglash yig'inidan ilgari Marokash doiralarining Idris Hasanni Xitoyga o'tkazib bermasligi kerakligini ta'kidlagan. Idris Hasan kompyuter grafik loyihalaguvchisi bo'lib, u Turkiyadagi chig'ida Uyg'ur tilida hakkerlik haqida bir kitob yozgan. 19 iyul Turkiyadan Marokashga uchish safarida Xitoyning taklifiga asosan Casablanca aerodromida qo'lga ilingan. Xitoy 2017-yili Marokash bilan o'tkazib berish kelishimi imzolagan bo'lib, bu qitim Idris Hasanni terrorchi degan tuhmat bilan Xitoyga qaytarib aketmoqchi bo'lgan. Xalqaro kechirim tashkiloti Marokashda 2 oy tutib turilgan Idris Hasanning agar Xitoyga majburiy qaytarilsa, xohlagancha tutqun qilish va eg'ir qiyin qistoqqa duchor bo'lish xavfi bor deb qaragan. Xalqaro kechirim tashkiloti krizisga qarshi turish organining direktori Johnny Marinerning bildirishicha, Marokash doiralarining Idris Hasanni Xitoyga qaytarishi xalqaro qonunga xiloflik qilganlik hisoblanadi ekan. Musulmon tashkilotlar Hilton şirketini boykot qildi. Diniy xabarlar mulozimati to'rining 23 sentyabrdagi xabarida deyilishicha, Amerikadagi 40 dan ortiq musulmonlar tashkiloti Hilton şirketini Sharqiy Turkistondagi bir chekib etilgan masjidning o'rniga mehmonxona silish turiga qatnashganligi uchun dunyo miqyosida boykot qilgan. 16 sentyabr Washingtonning sirtida o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida Amerika Islom munosabati kengashi, Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Uyg'ur kishilik huquq qurilishi va boshqa tashkilotlarning vakillari Hilton shirkatining Sharqiy Turkistondagi mehmonxona silish turidan chekinish muddatiga sal qaraganligini bildirgan va Hilton shirkatini boykot qilganligini e'lon qilgan. Avstraliya strategiyalik tadqiqot o'rnining analiziga asoslanganda Xitoy hukumatı 2017-yildan boshlab Uyg'urlarning madaniy meroslariga eg'ir buzg'unchilik qilgan bo'lib, Sharqiy Turkistonda kam deganda 16 ming masjidni vayron qilgan. Xitoy Sharqiy Turkiston xalqini bostirish orqali million dollar kirim qildi. Valkotsi jurnalining 24 sentyabrdagi xabardan ma'lum bo'lishicha, Xitoy hukumatı Sharqiy Turkistondagi oz sonliq millatlarni keng ko'lamda assimilyatsiya qilish harakati jarayonida turli tuhmatlar bilan turmaga tashlangan Uyg'ur savdogarlarining necha 10 million dollarlik shaxsiy mulkini musodir qilgan va musodir qilingan mulkni kim ortiq qilib sotgan. Oshkorlanishicha, atalmish avtonom rayonlik sud mahkamasi 2019-yildan boshlab oila elektr saymonlari, uy mulkchiligi va shirkat paycheki bo'lib, kam deganda 21 odamga tava bo'lgan 150 mulkni kim ortiq qilib sotgan bo'lib, ularning umumiy qiymati 84 million 800 ming dollar bo'lgan. Xitoy hukumatı Sharqiy Turkistondagi tabiiy boyliqlarni talon-taroj qilib qolmasdan, balki igilik tiklagan, ko'zga ko'ringan boylarga ishplas qo'lini sungan va terrorlikni bahona qilib ularni qo'lga elib mol mulkini musodir qilgan. Uyg'ur kishilik huquq qurilishining aniqlashicha, bir qism kim ortiq savdosi turlarida terrorlik harakatlarga yordam berish nomidagi kollektiv qo'lga elish ahvollari mavjudkan. Kishilik huquq faoliyatchilari Xitoyni Uyg'ur ixtisosliklarini qo'yib berishga chaqirdi. Hindistonda chiqadigan WION xabarlar to'rining 26 sentyabrdagi xabariga qaraganda, kishilik huquq faoliyatchilari payshanba kuni doklad e'lon qilib, muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan Ilhom To'xtini qo'yib berishga chaqirgan. Ilhom To'xti Beijingdagi Markaziy Millatlar Universitetining iqtisodshunosi bo'lib, Uyg'ur masalasining tinch yo'l bilan hal qilinishi, ziyonkashlikka uchirg'uchi guruhlarning barobar huquqqa erishishi kerakligini o'tirg'i qo'ygan. Xitoy hukumatiga Uyg'urlar bilan Xitoylar orasidagi munosabatni yaxshilash to'g'risida taklif sungan. Keyincha Ilhom To'xti bo'lgunchilik jinoyati bilan ayblangan va muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan.
İlham To'xtining qizi Javhar Ilhamning Erkin Osiyo radiosiga bildirishicha, oilasidagilar hozirgacha uning izderikini ololmagan. John Kerry Xitoydagi klimat o'zgarishi masalasini oldingi o'ringa qo'ydi. New York Pochta gazetining 23-sentabrdagi xabarda ko'rsatilishicha, Amerika prezidenti Baydenning klimat masalasidagi alohida vakili John Kerry Amerika Xitoy bilan bo'lgan munosabatda klimat o'zgarishi masalasini kishilik huquq dafsandichiligini hal qilishning oldiga qo'yishi kerakligini ta'kidlagan. U chorshanba kuni Bloomberg agentligining ziyoratini qabul qilganda bu nuqtani texmi ta'kidlab, vatanimizni va o'z manfaatimizni qo'g'dash uchun olg'a ilgirlash yo'llarini tepib chiqishimiz, shundaqla dunyoning bexatarlik masalasini avval hal qilishimiz kerak degan. Parlamentdagi demokratik rahbarlikmi Xitoy bilan bo'lgan munosabatda klimat o'zgarishini hammadan muhim masala deb qaragan. Xabarda yana bir qism ilg'or tashkilotlarning Bayden va parlamentni Xitoydagi kishilik huquq, irqiy qirg'inchilik masalasini qo'yib turib, klimat masalasini oldingi o'ringa qo'yishga chaqirganligi tilga ilingan.